Qon topshiring, kimgadir hayot baxsh eting. Bir tomchi ming umid. Qon topshirib kimnidir hayotini saqlab qoling. Qon berish qahramonlikning eng oson yo'li. Bugun bering, ertaga saqlab qoling. Qon bering, yaxshilikni ko'paytiring. Qon bering, savob oling. Siz bergan qon kimgadir qaytgan hayot. Mamlakatimizni nafaqat iqtisodiy rivojlanishiga, balkim ijtimoiy sohaga, bemor kasalligiga yordam berish maqsadida biz hozir mana o'z xohishimiz bilan chiqib mana qon topshirdik. Bu qilayotgan xayrli ishimiz nasib qilsa bemorlarga shifo bo'ladi, yordam bo'ladi deb o'ylaymiz. Asosiy maqsadimiz bemor bolajonlarimizga donorlik berish. Butun respublikamizni mana shu aksiyada qatnashishga jalb etamiz. Qon topshirish boshqa bir insonni hayotini yoki sog'lig'ini tiklashga yordam berishi bu men uchun baxt hissini tug'diradi. Bizni vazifamiz faqat raqamlar bilan ishlash emas, balki mana shunday ijtimoiy faollikni ham namoyon etish kerak va ishonamizki, bizni zamondoshlarimiz, bizni ko'rib turganlar ham mana shunday aksiyalarda faol bo'lishadi va bemor yotgan farzandlarimizni oyoqqa turishida, ularni keyingi hayotida ularning ham hissasi borligini agar ular yurak bilan, vijdon bilan his qilishsa, demak biz ko'zlagan maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Barcha bugungi aksiyada ishtirok etgan soliq tizimi xodimlariga va tashkilotchilarga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiraman.